Sevimli savodoshlar, yaxshimisizlar? Everyday English vocabulary. Kundalik ingliz tili so'zlik qomusi. Lesson 17. The body. 17 dars badan. Bugungi bu darsda biz badandagi a'zolarning ismini o'rganib chiqamiz. Ear, quloq. Eye, ko'z. Eyebrow, qash. Eyelashes, kirpiklar. Nose, burun. Nostrils, burunning to'shiklari. Mouth, ig'iz. Lips, lavlar yoki kalpuklar. Teeth, tishlar. Tooth, tish. Head, bosh. Forehead, peshona. Cheek, mag'za. Face, yuz. Neck, bo'yin. Chin, engak. Shoulder, dol. Chest, ko'krak. Elbow, jaynak. Waist, bel. Arm, bilak. Stomach, qo'saq yoki oshqozon deb ma'nosi bor. Hand, qo'l. Hip, bel. Thigh, yo'ta. Thumb, bosh barmoq. Finger, odatdagi barmoq. Leg, leg butkul shu pachaqni ko'rsatadi. Knee, tiz. Ankle, o'shuq. Shin, tizimiz bilan, knee bilan ankle, ya'ni o'shuqning o'ttirisidagi pachaqni shin deymiz. Ammo leg degan shu thigh bilan shinni o'z ichiga oladi, ya'ni yo'timiz bilan pachaqni o'z ichiga olgan butkul putimizni leg deymiz, leg. Foot, put, bu putimiz barmoqlarimiz bor. Biz normal dastaydigan qismini foot deymiz. Toe, putning barmoqlarini toe deymiz, toe. Sevimli savodoshlar, shunday qilib 17 darsdagi badan a'zolarining qanday atilganligi to'g'risidagi so'zlarni o'rganib chiqdik. Qayta bir qitim talaffuzini men bilan birlikda mashq qilib chiqsak. Ear, eye. Eyebrow, eyelashes. Nose, nostrils. Mouth, lips. Teeth, tooth. Head, forehead. Cheek, face. Neck, chin. Shoulder, chest. Elbow, waist. Arm, stomach. Hand, hip. Thigh, thumb. Finger, leg. Knee, ankle. Shin, foot, toe. Shuna qilib 17 darsdagi ham so'zlar mana bu yerda oxirlashdi. Kelar qitimliq darschilik amon bo'linglar. See you next time and goodbye. Kelar qitim ko'rishaylik. Xayr xo'sh.